Biz sizning kompaniyangiz bilan Wolfram loyihasi doirasida 6 oydan buyon hamkorlikda ish olib bormoqdamiz. O'tgan yili kompaniyamiz vakillari Samarqanddagi ingichka boyitish fabrikasiga tashrif buyurib, Wolfram konsentratidan namunalar olgan edi. Hozirda ushbu namunalar bizning laboratoriyamizda chuqur tahlil qilinmoqda. Tahlil natijalari chiqqach, biz loyihalash ishlariga kirishamiz. Aniqlangan xususiyatlarga asoslangan holda zamonaviy texnik uskunalar ishlab chiqaramiz hamda Wolfram ishlab chiqarish fabrikasini kengaytirish va modernizatsiya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshiramiz. Bu jarayon fabrikada ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ilg'or texnologiyalarni joriy etishga qaratilgan. Hamkorligimizning yanada rivojlanishi va muvaffaqiyatli natijalarga erishish yo'lida konstruktiv muloqot va o'zaro tajriba almashish muhim ahamiyat kasb etadi. Biz ushbu loyiha bo'yicha hamkorlikni yanada kengaytirishga tayyormiz.